Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana joy o'rni boshladi. Xudo xolasa siz yaxshilarning ko'maklaringiz bilan endi bu yog'ina bir joy tiklashga harakat etamiz. Qo'ldan kelgancha befarq bo'lmay, shu bilan ro'za Ramazon oyida shu oyapamizda bir uyli joyli yetsak, ular ham tunaga yomg'irda uyining ustundagi bir ag'achi tushib ketibdi to'g'risi. Bu uy o'zarniki emas, bu ijara o'tirgan uy, kvartira. To'g'risini aytadigan bo'lsak, ijarada o'tirgan uyi. Shuning uchun men yerga qo'ldan kelgancha bir 3 xonali bo'laman, 4 xonali bo'laman. Jag'day kelgancha siz yaxshilardan umid etib, yordam etib, shuni buni boshlashtirdik. Ayabamizning bir ikki og'iz so'zi bor ekan, bir iltimosnomasi bor ekan, befarq bo'lmay. Hurmatli aka ukalarim, musofirda yurgan sizlarning ko'magingiz bilan ozroq pul tushdi, shu bilan joy o'rnini ko'tartirib endi bundan buyog'ida bitta yordam berversanglar joyni tiklab olar edim. Rahmat ukalar, sog' yurgaysizlar. Niyatlaringiz bo'lsa ro'za Ramazon oyida her pakamda tilmen. Sizlar niyatlaringiz bo'lsa niyatlaringiz amalga oshsin. Mana shu aytganday, shu oyapamizdan karta nomerlarini qo'yaman. Agar bir material tomonidan yordam beraman, kimdir bir listaj yoki bir sement beracakmi, bir eshikmi, oynagami, ustini og'och, taxta pol, shepirma yordam berajak bo'lsa, homiylarga o'zimning nomerimni qo'yaman. Material beradigan bo'lsanglar, menga telefonlashib, bemalol aytsanglar, shu yerga o'zimiz mashina bilan borib, olib ketamiz. Shu yerga olib kelib, aslan ish jarayonida videolar chiqarib turamiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, e'tibor uchun katta rahmat. Hammaga ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, joy o'rnini yayib bo'ldik. Va endi hozir hisob kitobi bo'ling deyotir. Ayapamiz hammangizga bir duoyi xayr etib, bir fatiha bering deyotir. Mana ayapa hisoblashib ketdi. Hammangizga rahmat, obunachilarim. Niyatlaringiz bo'lsa niyatlaringizga yetkaysizlar, mendan qaytmasa xudodan qaytg'ay. Rahmat. O gün nudimiz Xudoyim shu savotirgan imoratlar qutlug' qadamli bo'lsin. Xudoyim shu mana shu qarashib turgan mana blogerchilarimizga, qolgan yog'i shu yordam berib turgan ko'makchilarimizga shu ro'za oyida rahmat aytamiz hammasini. Sizga rahmat ukalarga. Ishlaringizga rivoj.